Shuma oşardaki eng zo'r Feruza tikuvchining xonasini maqtan yedingiz. Yavaş, Tikuv sexi. O'sharda nomer adayım bu. Nomer deb maqtab Yuring, men sizga keldingiz. ko'rsataman. Göyneklarni men boshda ko'ring esa. Yuring, men size ko'rsataman. Bo'ldi, giring ko'ramiz. Keling, ko'ring endi buni. Ey, maqtayman yaxshi, men Buni göynekni maqtanman, ha. tikkanini ko'ring. Sen maqtayman-da, ne deyam, maqtayverasiz. Men Hop. tikkaverdim. O'sharda nomer adayım dedim-ku men. Nomer adayım demayman. Men göyneklarni ko'raman, tikkanlarini. İbda tovarlarni ko'raman, yaxshi tikuvchining tovarlari. Necha yildan beri tikuvchilik etasiz? Kamida 10 yildan beri. Voy, shiyetlaringiz ham ko'pdan. Taxminan necha dona shiyet chiqargansiz? Taxminan 50-60. Oo, yana shiyet olasizmi? Birinchi maydan o'quv kursimizda stat beryotirmiz 3 oylik. Oo. Xohlovchilar bo'lsa kelaveradilar. Ha, unda qizlari, qo'ng'ishlar hamma aytsam bor ekan-eng. Ajoyib etib o'rgatib chiqarib berasizmi? Tikuvchilikni o'rgatasiz, bichuvchilikka modelni o'rgatasizmi? Avval hammasi noldan boshlab o'rgatiladi. Kostyum chalbir, korsetlaradon. Oh, tikuvchi unda buyuk tikuvchi olib chiqadi ekan-ku bola. Yaqinda Niso akademiyasini bitirdim. O, молодец lekin. Mening go'ynakim dim chiroyli bo'lishi kerak. Men to'ylarga yig'adigan go'ynak bo'lishi kerak. Dim xo'sh etib tikib berasiz. Düymesi bağrıma basıldı, kolları boynuma asıldı.